Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mana bu ko'rinishdagi nasechka uchun mo'ljallangan qaychi deylik. O'zbekchasiga qaychi desak to'g'riroq bo'ladi, chunki bu qirqish funksiyasini bajaradi. Men shunga nasechka uchun qaychi deb nomladim. Demak, mana shu apparatimizni tikuvchilarimiz uchun foydali bo'ladigan xususiyatlari haqida batafsil aytib berishga harakat qilaman. Buni qo'llash uchun demak, andozamiz bo'ladi hammada. Bu faqat fashion sohasida emas, boshqa sohalarda ham ishlatish mumkin. Mana bu bel chizig'i, bo'ksa chizig'i va agar bo'ladigan bo'lsa cho'ntak o'rnalari, shunga o'xshash joylarini matoni ustida shu joylarni belgilash uchungina ishlatiladi. Buni vazifasi shundan iborat. Ya'ni kim hozir mana masalan oldi bo'lagimizni bel qismi, bo'ksa qismi, orqa bo'lagini. Oldi bo'lagimiz va orqa bo'lagini, bel va bo'ksa qismlarini tikayotgan paytimizda mana shular bir-biriga to'g'ri kelib berishi kerak. Mana shu chiziqqa tushib berishi kerak. Buning uchun biz mana shu nasechka uchun mo'ljallangan qaychimizni olamiz va mana shu ko'rinishda mana xohlasanglar kichkinaroq, xohlasanglar kattaroq, maksimum 0,7 gacha beradi. Kesasizlar, mana bunaqa teshik hosil bo'ladi. Men belini qilib qo'ydim. Beli va bo'ksasi. Yana bir marta ko'rsataman. Mana kesib olib tashadi. Bu joyini endi qora va oq matoda ko'rsatib beraman. Demak, birinchi mel yordamida mana shu chizig'imizni ko'rsatib beraman. Tasavvur qilamiz, bu bizani tikadigan kiyimimizning matosi, ya'ni kofta bo'lishi mumkin, ko'ylak bo'lishi mumkin va boshqa narsa. Mana shu joyda nasechka o'rnini chizib qo'yamiz. Ya'ni mana bizning andazamiz ketyapti. Mana. Ko'rdinglarmi, nasechka o'rni. Bu joy kesilib ketganda mana bu chiziq qoladi. Buni qaychida kesib qo'ysa bo'ladi. Xo'p, buni matoni o'zida ham ishlatish mumkin. Endi ruchkada chizib ko'ramiz shu joyini. Ruchkada, ya'ni o'chadigan ruchkani ko'pchilik foydalanadi hozir. Xuddi shu qismini o'chadigan ruchkada foydalanib ko'ramiz qanaqa chiqishini. Mana shu chiziqdan chizib qo'yiladi mana. Ko'rdinglar? Kesgan paytimizda qaychida mana bu tomonida qoladi. Bu tikuvchilar uchun juda ham kerakli qaychi hisoblanadi. Mana shunaqa nasechka o'rnalarini belgilash uchun. Bu nasechkalarni matolarni birlashtirgan paytida mana ko'rdinglar, orqa va oldi bo'lagini bir-birini ustiga qo'yib tikkanda, mana shu nasechkani yonidan tikkan paytida chiziqqa to'g'ri kelib berishi kerak mana. Mana shuning uchun bizga kerak bo'ladi. Bir-biri bilan surilib ketmasligi uchun o'sha tikish joyini, chiziqlar joyini belgilash uchun kerak bo'ladi. Video sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Va savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. O'zimizning bozorlarimizda, furnitura bozorlarimizda aynan shu qaychimizni topish mumkin.